Leksemizin devamı hürmetlik vatandaş. Bugün Çislağa 2022 yıl 3. ayının 16. günü. Endiki mavzumunda hürmetlik Uygur vatandaş. Sezgör bir peytte. Rusya Temir Yol İdaresi Cungo'ga yeni yol açıdığanlığını, Cungo'nun Şinjan şehri bilen Rusya'nın Peterburg şehrini köp xil toşoş liniyasiga aylandırdığanlığını e'lon qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 16. günü Dubit orbitida e'lon qilindi, ya'ni Xitoyning Organ orbitida e'lon qilindi. Rusya, Ukrayna xabar mundaq boshlandi. Rusya, Ukrayna urush davomlashayotgan bir ariq ko'rinish ichida. Jungo Rusya munosabatimi tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'aydigan yo'nalishga yuzlandi. Diqqat, vatandosh. Jungo Rusya munosabatimi tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'aydigan bir yo'nalishga yuzlandi. Onu Risal matbuatlar 3. ayının 16. günü bunda xabar qildi. Rusya Temir Yol şirketi 15. günü bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Bu şirketning qanoti ostidagi mal sandığı tushoshi savdogarlari, ya'ni RZD Delazer Jungo Qozog'iston orqali Rusya xalqaro qatnash liniyasiga kiradigan yo'lni qo'zg'atdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Malbuyum Köp xilligi birleşme to'shosh ahdnomasi asoslanganda atalmış xalqaro köp xil to'shosh liniyasi to'xtamiga asoslanib, hech bo'lmaganda ikki xil bir-biriga o'xshamaydigan to'shosh shaklida köp xil to'shosh liniyasi bo'yicha boshqarilib, mal buyumlar bir davlat chegarasi ichidan ikkinchi davlat chegarasi ichiga topshirib berildi. Peterburg Savdo gazeti 3. ayning 15. kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Bu yangi yo'l qurilishi, temir yo'l va tosh yo'l qurilishi ikki xil qatnash shaklini o'z ichiga oladi. Biz tushunganimizda yoki temir yo'l yoki tosh yo'l ekanligi to'g'risida bir nima demagandigin. Hozir ham temir yo'l qurilishi ham tosh yo'l qurilishi ikki xil shaklni o'z ichiga oladi. Jungoning Şinjan shahri bilan Rossiyaning Peterburg shahriga tutashtiriladi. Bu qatnash yo'llari orqali mal buyum sanduqini topshirib berish vaqti 18 kun bo'ladi deb mo'ljallanadi. Rossiya Temir Yo'l şirketi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Mal buyum qochilgan tunji poyoz ishloni 3. oyda mal besib yo'lga chiqdi. İstemal buyumdir, muhim mal buyum bo'lib hisoblanadi. Kelgusida her ayda bu qatnash yo'lida her ayda 4 qatam ishlan qatnaydi. Bundan sal burun Rusya Ukrayna urushi sababli Jungo bilan Rusya Peterburg o'rtasida yangi qatnash yo'li tanlatib qo'yildi. Bundan burun Rusya bilan Jungo o'rtasidagi dengiz qatnash yo'li orqali Jungoning dengiz bo'yi shahar portlardan qo'zg'alib Yevropa, Germaniyaga, Gollandiya, Amsterdamga tutishadi. Yevropaning asosli portlariga mal tushiriladi. Anda Rossiyaning Peterburg shahriga parxod bilan to'shib kelinadi. To'shib kelish 50 kun atrofida bo'ladi.
Ötkeni tuş gülüş 50 gün etrafında bulattı. Endilikte 18 gün. Peterburg Sodi gezici 14. güne munda haber kıldı. Vaqtliq toşa şirkti. Armarın. Mundaq dedi. Xalqarada bazı maltuşoş şirketleri ve deniz portları G'arbning Rossiyaga qaratgan embargosi tufayli navbatda Rossiya tarafni mal tushish bilan ta'minlashni rad qildi. Demak, embargo ko'rdingiz, embargo desa bir iqtisodiy jazolar deb qaramayli. Hozir endi portlarmi, temir yo'lmi, dengiz qatnash yo'llarimi, tosh yo'lmi, hammasi qamal qilinib embargo qilindi. Rossiya embargo qilinish bilan hozir Rossiya bilan Xitoy birlashib, Jungoning g'arbi, ya'ni Uyg'uriston, Rossiya, Yevropa qatnash koridorini ochdi. Yoki temir yo'l allaqachon ochilib bo'lgan bo'lsa, allaqachon endi bu yerdagi to'shishni, qatim sonini, ishlom poyezd sonini ko'paytirdi. Nima deydi? 3-oyda bir qatim, 4-oydan boshlab har oyda 4 qatim. Demak, bu yerda naydi inchki bir ishni ko'raylik vatandosh. Rossiyani qo'llash, Rossiya bilan quchoqlashib turish, Rossiyaga tayinish, shu orqali nima siyosiy maqsadlarga yetish uchun Xitoy hukumati Rossiyadan yiroq turish yo'lini tanlab olmadi. Shunga bosh dedik-ku, bugun Rossiya-Xitoy munosabati xalqaro jamiyatning dushmaniga aylandi.